Do'stlar, hozirgi vaqtda men Toshkent shahridagi Fayzobodga kelganman. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramizki, haligacha avtomobillarga davlat raqam belgisini olish, tanish bilishchilik, gaydan tanishing bo'lsa, ana shundagina yaxshi raqam olasan degan gap so'zlar tarqaladi. Xo'sh, avtomobillarga davlat raqam belgisini olish tartibi o'zi qanday bo'ladi? Bugun mana shu savollarga aniqlik kiritamiz. Ko'rib turibsiz, mana A blokda shuncha avtomobillar o'z navbatini kutib turibdi. A blokdan o'tgandan so'ng bu yoqda B blok bor va keyingi jarayonlarni amalga oshirish uchun ushbu B blokka o'tishadi. Avtomobillar B blokka kirgandan so'ng bu yerda xodimlar tomonidan osmotrdan o'tkaziladi. E'tibor bering, osmotr, texosmotr emas. Shundan so'nggina bu yerda davlat raqam belgilari bor. Monitordan o'zingizga yoqqan davlat raqam belgisini tanlaganingizdan so'ng bu yerda o'tirgan xodimlarga murojaat qilasiz va aynan o'sha davlat raqam belgisini sizning nomingizga rasmiylashtirib berishadi. Siz uchun yana bir qulaylik, B korpusga kirganingizdan so'ng bu yerdagi monitordan o'zingizga yoqqan nomerni tanlaysiz. Ko'rib turganingizdek 01 DD avvallari 100 milliondan qimmatga ham sotilgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda hech qanday auksionlarsiz 5.974.000 so'mga ushbu raqamlarni sotib olsangiz bo'ladi. Undan so'nggina davlat tomonidan belgilangan miqdordagi to'lovlarni bu yerdagi kassaga amalga oshirsangiz bo'ldi. B blokdagi ishlaringizni bitirib chiqqaningizdan so'ng bu yerda C blokka kelasiz, ya'ni oxirgi qiladigan ishingiz. Bu yerdagi xodimlarga murojaat qilasiz va sizning avtomobilingizga texpasport rasmiylashtirib berishadi. Shundan so'ng esa bu yerdan o'zingiz uchun ajratilgan davlat raqam belgisini olishingiz mumkin. Bu yerdan nomer olganingizdan so'ng shu joyni o'zida davlat raqam belgisini avtomobilingizga taqasiz va bemalol ketsangiz bo'ladi. Qisqa vaqt ichida mana shu joydan avtomobillarga davlat raqam belgisini olishni tushuntirishga harakat qildik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech kim aralasha olmaydi, tanish bilishchilik o'tmaydi. Hozirgi kunda o'zingiz kelasiz, o'zingiz ishtirokingizda mana shu ishlarning barchasi hal bo'ladi. Bu uchun atigi siz 15-20 daqiqa vaqt sarflaysiz. Mana shu tizim O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida birdek amal qiladi va har bir hududdan mana shu tartibda avtomobilingizga davlat raqam belgisini olsangiz bo'ladi.